Nilufar, sen juda o'zgaribsan. Qiz hayron bo'ldi. Men qanday o'zgarib qoldim? Sen ulg'ayding. Bu Nilufarni noqulay ahvolga soldi. U ketmoqchi edi, lekin Farhod uni to'xtatdi. O'sha kuni ular orasidagi chegara buzildi. Qiyin va tushunarsiz voqea yuz berdi. Assalomu alaykum. Hikoyamiz tinglovchilari, sizga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamizni oxirigacha tinglang va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Qishloqdagi oddiy uyda ikki opa-singil yashardi. Katta opasi Muhayyo edi. U hamma narsani chuqur o'ylaydigan, xotirjam, vazmin qiz edi. Kichkina opasi Nilufar butunlay boshqacha edi. Uning ko'zlari doim orzularga to'la, yuragi esa tez ishonardi. Opa-singillar bolaligidan beri juda yaqin edilar. Ular bir-birlaridan sir saqlashmasdi va hatto orzularini birga bahom ko'rishardi. Vaqt o'tdi. Bir kuni Muhayyo turmushga chiqdi. Uning eri Farhod ismli yigit edi. Qishloqdagi ko'pchilik uni xushmuomala va mehnatkash yigit sifatida bilishardi. To'ydan keyin Muhayyo baxtli ko'rinishni boshladi. Nilufar esa singlisining baxtidan xursand edi. Lekin hech kim bir kuni bu uyda og'ir sir oshkor bo'lishini bilmasdi. Birinchi shubha. Nilufar singlisini ko'rish uchun ularning uyiga tez-tez borardi. Avvaliga hamma narsa normal edi. Lekin Nilufar nimanidir paytaya boshladi. Ba'zan Farhod unga uzoq vaqt tikilib turardi, ba'zan esa sababsiz suhbat boshlardi. Bu nigohlar Nilufarni bezovta qila boshladi. U o'zini yupatdi. Menga faqat shunday tuyuladi. Lekin ba'zida qalb haqiqatni tezroq sezadi. Xavfli yaqinlik. Bir kuni Muhayyo shaharga ish bilan bordi. Uyda faqat Nilufar va Farhod qoldi. Avvaliga hamma jim bo'ldi. Keyin esa Farhod gapira boshladi. Nilufar, sen juda o'zgaribsan. Qiz hayron bo'ldi. Men qanday o'zgarib qoldim? Sen urg'ayding. Bu Nilufarni noqulay ahvolga soldi. U ketmoqchi edi, lekin Farhod uni to'xtatdi. O'sha kuni ular orasidagi chegara buzildi. Qiyin va tushunarsiz voqea yuz berdi. Nilufar keyin o'zini juda yomon his qildi. U bu haqda hech kimga ayta olmadi. Yuragidagi og'ir sir. Keyingi kunlar Nilufar uchun juda og'ir o'tdi. U singlisiga qarashdan qochdi. Muhayyo buni payqaya boshladi. Bir kuni u singlisiga dedi: "Nilufar, senga nima bo'ldi?" "Hech narsa. Sen avvalgidek emassan." Nilufar jim qoldi. Qalbidagi sir kundan kunga og'irlashib borardi. Haqiqat oshkor bo'lgan kun. Bir kuni kechasi Muhayyo tasodifan telefonida Farhodning xabarlarini ko'rib qoldi. Nilufar haqida so'zlar yozilgan edi. Muhayyoning qo'llari titradi. U singlisiga qaradi. "Nilufar, mendan nimanidir yashiryapsanmi?" Bu savoldan keyin Nilufar yig'lab yubordi. U butun haqiqatni aytdi. Muhayyo uzoq vaqt jim qoldi. Keyin esa past ovozda dedi: "Men senga ishongan edim." Bu so'z Nilufar uchun eng og'ir jazo edi. Oqibat. Bu voqeadan keyin Muhayyo Farhod bilan ajrashdi. U bunday odam bilan yashay olmasligini angladi. Va Nilufar o'zini kechira olmadi. U bir narsani juda kech angladi. Ba'zan inson bir lahzalik xato bilan butun hayotini o'zgartirishi mumkin. Muhayyo boshqa joyga ko'chib o'tdi va Nilufar yolg'iz qoldi. U har kuni bir narsa haqida o'ylardi. Qani endi o'sha kuni boshqacha qaror qabul qilganim deydi. Ammo hayotdagi ba'zi xatolarni tuzatib bo'lmaydi. Xulosa: oila ishonchga asoslanadi va ishonch buzilgandan so'ng uni qayta tiklash juda qiyin. Shuning uchun ba'zan inson his-tuyg'ulariga emas, balki vijdoniga quloq tutishi kerak. Chunki bir lahzalik vasvasa umrbo'y pushaymonlikka aylanishi mumkin.